Assalomu alaykum Chorva Toshkent kanali a'zolari, chorvador aka-ukalarimiz. Bugungi sanamiz 4-may 2025-yil. Toshkent tumani Qibray rayonimi? Toshkent tumanimi? Toshkent viloyati Qibray tumani Madaniyat mahallasidan mana sizlarga naslli 10 bosh toza qonli avstriyskiy sementallarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Ishtahalari ham kanna ekan mana jonivorlar. 10 ta komplekt. Hammasi g'unajin ekan akalar. Buni hamma ma'lumotlarni men o'zim hozir sizlarga berishga harakat qilaman. Soniga 10 bosh, qoni toza, 100% naslli semental poroda g'unajinlar jonivorlar. Ishtahalari zo'r. Bo'ylarda ozgina farqi bor. Oyida shu 4 oy, 5 oydan shu 8 oy, 10 oy atrofigacha bo'lgan naslli buzoqlarimiz mana. Jonivorlar. Videodan uzoqlashmasdan like'larni ayamasdan tirsillatib qo'yasizlar. Hozir sekin xudo xolisa sizlarga qo'ldan kelgancha mollarimizni chiqarib berishga harakat qilamiz. Hammasi orqa oldilari kelishgan, to'rtburchak narsalar. Bu arqonga ham tushgan ekan, hozir mana bitta molxonada turuvdi. Hammasini yechib bu yoqqa chiqardik. Mollarni hammasini bitta ko'rsatib berish uchun. Ichida aybi bori, yo'tal, oyoq og'rig'i borlari yo'q-a? Hammasi sog'lom-a? Cho'tga mana jonivorlar. Ostlariga ham ahamiyat berasizlar. Endi haqiqiy sut yo'nalishida mollarda bular. Fermadan chiqqan. Onalari nechtadan sut beryapti endi Ramz aka? Onalari birinchi qoringa 30 tadan oshib bergan ekan. Aha. Ba'zi so'rab turishdi. Bizlarniki ham tirikchilik yo'q-ku. Aha. Olganmiz, ozgina foyda bo'lsa sotamiz. Bu yerda gibrid bo'lgan aralashganlari yo'q-a? Hammasi 100 ga 100 toza qonli narsalar jonivorlar. Yillarga ahamiyat berasizlar. Ay jonivorlar. Mana. Mana jonivorlar. Mana. Hoppa, ishtahalari ham hammasi yaxshi. Bular уже sutdan chiqqan. Hech qaysi sut ichmaydi. Ovqatga kirgan mana shunaqa kepe, selyoz, yana nima desa bo'ladi, bedalar bilan bemalol berib boqursangiz bo'ladi. Mana bu ichida ham bunaqa yiriroqlari ham bor. Xo'p, narxlarni hozirlik yetib o'tib ketamiz. Optimga ham bir joyda ham alohida ham sotilaverar ekan. Bitta-bittadan olsanglar ham hech qanaqa muammosiz dastlabki xizmatlari kelishiladi. Toshkent bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beramiz deyapti. Viloyatlarga, vodiy vohalarga kelishilgan holda dastlabki xizmatlari qilib beriladi. Mana jonivorlar. Hop, Ramz aka bularga necha pul narx aytamiz endi? Kelishtirilgan holda. Mirdaka endi 23-24 yo'q. Hammasini bitta joyda olaman deganga 20 milliondan qilib beramiz aka. 20 milliondan bir joyga. Bir joyga. Soni 10 bosh. To'g'ri? To'g'rimidi? Mana 4 bu yoqda 7 ta, mana bu yoqda telefon 3 ta. qo'yishsan aka, kelishamiz endi. Xayri qilib beriladi. Xayriga o'tib beraman. Mana jonivorlar. 20 milliondan bir joyga. Donalabgacha. Donalabga endi ozgina nari bersa bo'ladi. 20 milliondan oshadi. Kichkinalari mayli ozgina o'tib beradigan joy bor. Kichkinalari ham kichkina emas, 1.10 dan tepasi kichkinalari ham. Hop. 1 metrdan 1.20 gacha desak bo'ladi razmerlarini. Misol uchun, kattaroqlari 1.20 atrof deylari ham bor. Mana ma'milari 1 metrdan baland. 1 metr 1.10 la chiqib qolsa kerak to'g'ri. Mana jonivorlar. Bitta haydaylar, bitta yurg'iz beruvlar, ovqatga yopishib ketishdi bular. Ha, bu rosa zo'r. Okalar, narxlarni lekin zo'r etishyapti. Semental los ko'ryapsizlar, hamma yoqda ham arzon bo'layotgani yo'q. Sistemlarning o'zi $1000 dan boshlanyapti. Bular sistema mana shunday bo'lgunicha o'zi normalniy pulli sut chiqib qo'yadi. Bular 3-4 litr sutga to'ymaydi bular. Jonivorlar. Mana jonivorlar. Zo'r buzoq. Mana 3 ta kattasi kakras bu yoqqa o'tdi mana. Mana shu 3 ta kattasini alohida savdo qilsanglar ham bo'ladi. Mana quloq raqamlarini aytib ketaman hozir. 1293, 1292 и 1297 ekan. Mana uchalasi mana 3 ta yiriga. Mana jonivorlar. Ya joni sog' bo'linglar. Mana 3 ta yirik. И mana bitta 2 ta komplekt srednisi bor ekan. 1298 и 1295. Mana ikkita bir xil. Sizlar telefon qilib savdo qilishingiz uchun mana ikkita bir xil mana. Orqa oshlari ham hamma yo'lari bir xil mana. Screenshot qilib Telegramdan tashiysizlar, mashinasini necha pul bo'ladi. Bittadan oqi ham bor mana 1299. Mana 1299. Mana jonivor. Mana mollar. Ishlari zo'r, hamma narsa. Ishlari yaxshi.
Mana bu yerda yana ikkita bo'yi baravar turibdi. Bular quloq raqami 1293 necha ekan? 1289 ekan bular. Mana ikkita farq qilib ko'rsatib beraman. Narxini o'zingiz uchun примерно mo'jal qilib chiqarishingiz mumkin. Ikkita baravar. Mana jonivorlar. Hozirga haydaymiz vallahi, haydaymiz. Video ozgina cho'zilishi mumkin akalar. Endi qo'llangancha hammasini bittalab ko'rsatib berishga harakat qilaman. Onlayn savdo bor-a? Bor. Telefoningizda Telegramlar bor. Aloqaga chiqsiz. Masalan, "Mana mol yo'qdi" deb Telegramdan skrinshot qilib tashlasanglar, quloq raqamiga qarab, mana ma'lumsi 1297 ekan mana. Mana 1297. Iloji boricha quloq raqamlarini aytib berishga harakat qilaman mana. 1292 bunisi. Mana. Bo'ladi? Mana. Ma'lumsi 1296 ekan mana ma'lumsi. Ma'lumsi qizili. Mana shu qizilni ham deb aytvoringlar. Necha ekan? 12.90 mi? 12.90 mi? Bo'ldi, 12.90. Mana jonivorlar. Ay jonivorlar. Uni orsicha maqtab, undoq edi, bundoq edi deganni hojati yo'q. O'zi tushungan odam bittada tushunib, hisobini qilib, savdosini qilib ovuradi. Lekin olgan odam baraka topadigan variantidan. Mana o'zi oqini o'zi ham alohida bir boshqacha narsa ekan-a. Bo'yiga nisbatan ma'muladan ozgina kichkinaroq-ku, lekin sifatiga juda o'tkir ekan. 12.99. Mana jonivor. Mana. Hop, telefon nomerlarini aytib o'tib ketamiz. 93lik 309 nariyoqqa chiqib ketyapti. To'xtayli. 93lik 309 4554 telefoniga aloqaga chiqasizlar. Shu nomerda Telegramlar bor. To'g'rimi? Telegram hamma narsa bor. Mana. Jonivorlar. Hop, hozirgi partiya shu bo'ldimi, yana bormi? Mollarimiz. Rossiyskilar bor-a? Hozir bu mollarni to'xtang. Hozir joyiga kirgizamiz. Video davomida rossiyskiy xunajillarimiz ham bor ekan. Soniga 4 ta yo 5 ta bo'lsa kerak. Nechta bular? 4 ta bor hozir aka. 4 taga. Hozir bularni bir sidra olib kiramiz, keyin ularni chiqarib ko'rsatib beramiz. Videodan uzalashmaysizlar. Hop, hurmatli obunachilar, ikki bosh hozir sizlarga ko'rsatayotgan mollarimiz mana video davomida mana bitta ola qora mesniy parodamiz bilan bitta gibrid bor ekan. Yoshlari qanaqa bularni? Mana ostlarini. Yoshi 1 yosh bo'lib qolgan. 1 yosh bo'lib qolgan o'sha. Mana jonivor yerlariga ahamiyat berasizlar. Oqso'zga ekan. Bunisi gibrid ekan-a? Bunisi gibrid, semental gibrid bunisi. Semental gibrid bo'lgan. Mana jonivor. Hop, ozgina yurg'izamiz. Hop, bo'ylari 1.20 plus. Yo'q, mana 1.20 dan oshiq. 1.20 nari berisini mo'ljalni qilurasizlar. Endi hozir 1.25, 1.30 deb aytsa hozir menimcha ertaga o'lchovga to'g'ri kelib qolmasa, anaqa bo'lib qolmasligi uchun 1.20 deyveramiz. 1.20 plus. 1.20 plus. Mana kallalari mollarni 7 ishtilari zo'ra bilan. 7 kishi tan joni sog'. Kelib bemalol ko'rib olishligi mumkin. Prosta akalar bu qashlar burani marafetlarni qilmabdilar, bor holatida chiqarib beramiz. Ha, boriga baraka. Ma'lumsiz ko'kotda yurganmi deyman, ustilar ham mana. Ha, o'zim dehqonbop mollar, aka. Xudo xolisa qadimiy qochishga kelib qoladi, Ramz aka bular. Ha. Sizlar mana shu xunajillar bilan shug'ullanasizlar, taxminan mana shu mollar qachon qochib qoladi endi? Xudo xolisa avgustlarga qochadi. Avgustlarga qochadi. Bu mana ma'lumsi ham juda boshqacha narsa, lekin hozir akalar ustalari mana bunaqa bo'lib turgani uchun mol juda unaqa ko'rinmayapti. Mana bo'yinlarga ahamiyat bersanglar, bitta tullagandan keyin bu mana jonivor usti yo'nalishini mollarida bular jaydari mollar emas. Uzunligiga ahamiyat beringlar. Hop, narxlari qanaqa? Aka? Narxlar arzon. Kelishtirilgan holda ikkalasini bir joyda olamansa 15 milliondan kami bor. 30 million kami bor. Kami bor aka. Hop, dastavka xizmatlarini kelishiladi. Endi akalar bu yerdan biz birinchi marta YouTube'ga mol chiqarishimiz. Hali bunaqa dastavka qilib viloyatlarga bo'tlardan mol jo'natilmagan. Mabodo dastavka xizmatlari muammo bo'ladigan bo'lsa, men o'zi asosan 80-90% obunachilarimiz ko'rishadi. Menga aloqaga chiqsanglar ham dastavka xizmatlarini gaplashib berishga harakat qilaman. Hozirgi kunda mashina muammo emas-ku. Sizda karta nomerlar bor-a? Karta plastik kartalar, zaklab tashab, onlayn savdo bor-ku, to'g'rimi? Bor. Qaysi birdir menga ma'qul keldi deb kartaga zaklab tashab qo'yadigan bo'lsanglar, kelib
to'rtta oyog'ini, yeb-ichlarini kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. Misol uchun bu yerda bozor emas. Bu yerda sotdi, u ketdi, bo'ldi, egasini topa olmaydigan joy emas. Xonadondan chiqaryapmiz. Hani yedi ishtilari mol endi olgandan keyin yegani yaxshi deb tan joni sog' bo'lib yesa, kundan kunga o'zgaradi. Katta buzoqlar lekin Dilnurtaka. Mana jonivorlar. 15 milliondan Kami bor. Ikkalasining narxi bir xil. Bir xil ikkalasining narxi. Alohida savdo qilsa ham shu 15 milliondan. Ha. Shunaqa mana. Kelishamiz. Etilgan puliga sotilmaydi, kami bor. Kami bor. Bular ham mana shu olib kelib, mehnat qilib, ozgina boqib, tirikchilik sotishadi. Dehqonga o'xshab, ani yo'q narxlarni aytib, nima qilish emas, ozgina qolsa bo'ldi, sotishadi bular. Keyin sizda postoyanniy g'unajillar bo'ladi. Postoyanniy g'unajillar bo'ladi. Navodogi bu mollar sotilib ketsa, menga mana bunaqa narsa kerak, 10 millionlik, 5 millionlik, 15 millionlik g'unajillar kerak deydigan bo'lsanglar, telefon qilib aloqaga chiqsanglar, Telegramdan yozib, svязda bo'lib tursanglar, mana narsa bor deb aytishadi. Ma'qul kelib qolsa, savdosini qilib olaverasizlar. Xijolatli joy. Mana bu yerda yana mollar bor, yana g'unajillar. Hozir turgan joydan bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Mana akalar. Telefon nomerlarini aytib o'tib ketdim. Yana bitta aytib ketaylik, 93lik. Hop. 309 4554 telefoniga aloqaga chiqasizlar. Hop, bularni olib turib, narigilarni bitta ko'rsatib beramiz. Ikkalasini ham olib chiqaman. Kichikroqlari bor yana ikkita. Ha, kichikroqlari bor. Narxlari bundan savdolar o'ziga. Mana jonivorlar. Ha, joningiz sog' bo'lgunlar. Hozirgi kunda akalar hamma ham 20, 30, 40 millionga sigir olib boqishga sharoiti bo'lmayapti. To'g'risini aytganda, mashina ham hadimi sigir bo'lib qoladi. Ha, Ramz aka boqib sababini qilib tursa, mana jonivorlar. Kamroq o'zim sigir bo'laman deydigan odamlarga tushiradi aka bu. Misol uchun hozir 15 ta 20 ta sutli atrofidagi sigirlarimiz shu 30 milliondan boshlanyapti-da, tuzukroq mol olamiz deysa. Bu yerda hozir 30 millionga ikkita sigir olasizlar. Endi to'g'ri vaqt o'tadi, lekin ertaga soniga ikkita mol bo'lib qoladi. 30 million yaxshi sigir bermayapti, aka. Shunaqa. Mana jonivorlar. Bular ikkitasini ham ko'rsatib beramiz. Mana aka. Ramzaga kichkina bo'lgan bilan bular ham juda boshqacha-yu. Atiga zo'r aka. Mana jonivorlar. Uzunligiga ahamiyat beringlar mollarni. Zo'r. Buni hozir maqtashdan emas, mollar endi yaxshisini yaxshi deb aytish kerak. Bu hozir galishda emasmi, mana? Yo'q, o'zlari mesli sigirlar. Rossiyskiy sigirlarni bor. Oyoqlari uzun ekan. Katta fermadan chiqqan deb maqtanish ham Mana kerak. yillarga ahamiyat berasizlar. 15 ta nari berisi beraveradi onalarga. Ha. Bular necha oylik? Bular. Bular ham mana 1 yashar atrofiga borib qo'ygan-da. 1 yoshga borib qo'ygan, ha? Bosh ko'ti bir xil chiroyli buzoq. Shu 10 oy, 11 oy atrofida-da. Ha. Hop, mana bunisi kallalariga ahamiyat berasizlar. Uzun narsa. Endi bularcha qishdan chiqqan, endi tullayotgan mollarda bitta tullab olgandan keyin o'zgarib zo'r bo'lib ketadi. Ozgina ko'klarga olib chiqib, boqib turilsa. Mana bunisi ham zo'r narsa ekan. O'shanisini sal orqaroq qilaylik-chi. Qancha? Olishverasanmi? Qani? Mana bunisini ham. Bunisidan bo'yi bir 5-6 sm sal pastroq ekan, yapaloqroq ekan bu. Bichi zo'r lekin. Mana yoqqa yurg'iz, ochuvroqga. Yaxshilab ko'rishsin. Yurg'iz. Bo'ldi. Yur janob. Yur. Oldiga. Mana ukalar. Hop, bularni bo'yi 1.10, 1.15 mo'ljalini qilaverasizlar. Ha, 1.10 dan baland. 1.10 dan baland. Yur janob. Telegramdan yozsanglar alohida videoga ham olib tashlab berishadi. Shunga qarab savdo qilsanglar ham bo'ladi mana janob. Bularning narxi necha puldan? Bularning narxi aka 13 milliondan kami bor. 13 milliondan kami bor. 13 milliondan kami bor. Rangi tiniq. Hop, buni bu yoqqa haydab, mana orqadagini ham bitta ko'rsatib beraychi. Mana. Mana juda boshqacha narsa ekan. Tan joni sog'. Sal og'irroq, lekin tan joni sog'. Endi sizga endi bular yangi partiya kelganda juda unaqa ko'p boqilmagan bu yerda. 3-4 kundan beri boqyapman aka. Yeb ichish zakoni sog'lig'i joyida aka. Men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda agar 20 kun 1 oy turgan mol bo'lganda o'zgarib yaxshi bo'lib qolgan bo'lardi. Endi olgan yo'llarimiz yaxshilab ratsionni qilsanglar zo'r o'zgarib ketadi. Gilamisi mol tetik mana. O'ynab turibdi. Sog'lig'iga. O'ynab turibdi jonivor. 13 milliondan kami bor. Kami bor. Kelishamiz. Telefon qo'yishsin. Hop, video davomida xato kamchilik bo'lgan uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiqarib berishga harakat qildik. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Nima savol javobinglar bo'lsa, o'sha gap. Bundan kichkinaroqlari ham bo'ladi, bundan kattaroqlari ham bo'ladi. Bularda jaydari, ani sariq, qizil mollar bo'lmaydi. Faqat o'sha ola-qora sifat orqa oldi kelgan mollar bo'ladi. Chiroyli ish qilyapti. Molxona to'la. Mana telefon qilib ko'rishsin, kelishamiz. Kelishiladi, kami bor. Kami bor. Hop. Sog' bo'linglar.
rossiyskiy poroda g'unajilli. Narxi 13 million so'm kami bor ekan. Ostlariga maydalaslar. Hoppa, ehtiyot bo'ling aka. Mana. Tanjoni sog'. 13 milliondan mana bu yonda sherigi ham bor. Sog'lom buzog'i. Sog'lom. Mana sherigi. Turishlarini. Bu sherigi. Sigir bo'lsa ertaga sigir chokalarni sotishveradi, maqtanib. Xudo xohlasa mana. Telefon nomerlarini ostida tashlab ketaman. Aloqaga chiqaverasizlar. 13 milliondan kami bor. Mana bu yerda ikkita rossiyskiy gibridimiz ham bor ekan. Bunisi 15 milliondan so'ralyapti mana. Sifati zo'r. Mana bunisi ham juda boshqacha narsa. 15 milliondan kami bor. Telefon qilsanglar qolgan ma'lumotlarni beradi o'zlari.